Buni ko'rib bermasanglar bo'lmaydi. Xitoydan maxsus zakazga keltirilgan bular. Afzal aka, birinchi mana ko'rsataylik. Yo'q, ketma-ket. Birinchi bunisini, keyin bunisini. Opma, kelishdikmi? Ichilarni yondirmay, a. O, mana buni qaranglar. Ronaldochilar, shotdamisizlar? Sizlar uchun maxsus adashmayotgan bo'lsam, Sportingdan Manchesterga o'tganda birinchi formasi bo'lishi kerak. Kommentariyaga yozib qoldiringlar, to'lay tomonmi? Devorga olsa ham bo'ladi, o'zini mixlari ham, pechatkalari ham chiqqan ichida. Ana endi savol. Messichilar shotdamisizlar? Oho, mana buni qaranglar. Qaysi biri chiroyli? Kommentariyaga yozib qoldiringlar. Bu yerda yana bombalar bor. Bitta-bitta ko'rsatamiz. Qani ketdik, boshladik. Bitta futbolchi Siladan chiqib qoldi. Vo, Neymar bor edi-yu. Bu ham o'zgacha, to'g'rimi? Neymar Junior. Endi 3 ta bo'ldi variant. Qaysi biri chiroyli? Kommentariyaga yozib qoldirib qo'yasizlar. Bu yerda yana bomba rasmlarimiz bor. Afzal aka, 2017-yil El Clasico esizdami? Ha, zo'r bo'lgan, lekin bunga biza 2018-yil atlet qilganmiz, to'g'rimi? To'g'ri. Qolganlarda ham ma'no bor. Ekspertimiz Aziz tushuntirdi. Aziz tushuntir bo'ladi. Messi 2017 prime payti, Messi 2018 oltin to'p yutgan payti, Neymar PSG, Holland 2023, Cristiano 2022, Cristiano 2017 Real Madridda. Xo'p, mana Premier Liga alohida e'tibor bersanglar 2008. Yulduz bo'lgan payti, Ronaldoni ham muxlisi 100 barobar ko'paygan payti. Zo'r atlet bor. Messi 2022 jahon chempioni bo'lgan payti. Qaranglar, bunga bu atlet bo'la oladimi, bo'la olmaydimi? Kommentariyaga yozib qoldiringlar. Bu yerda yana boshqa rasmlarimiz ham juda ham ko'p. Kimga endi shunaqa rasmlarni, bombalari kerak bo'lsa, Elitsportga murojaat qilinglar, kommentariyaga nima qoldirib qo'yamiz. Narxlari bo'yicha, zakaz bo'yicha o'sha yerdan bemalol ma'lumot olaverasizlar. Hammaga rahmat.